Mana ertalabdan zanimatsani boshladik. Hurmatli podpischilar, mani Instagram profilima obuna bo'lib qo'yinglar, haymi? Ismat pastki chiziqcha churri vaynis, haymi? 10 like bo'lsa shu videoga hamsayam bilan vayn qo'yaman. Davay, podpiska bosinglar. Mana hurmatli podpischilar, hamsayam u yerga kelgandim, sho'rva pishirib o'tirgan ekan. 10 000 like bo'lsa, ana sho'rvani hamsayam bilan yeymiz. Davay like bosinglar, haymi? Nima qilasan? Nimani yeysan? Hey, menga qara, men seni uchun sho'rva pishirib o'tiraman, yo'qsa sho'rva yegancha zahar yed. Tushundingmi, Ismat? Yo'q bo'lib berdi. O'zingga bos. Men hozir yangi telefon olganman. Bu Tecno Common 300. Oldingi orqaki kameralari 50 megapiksel. Eng oxirgi model. O'g'lim men uchun olib kelgan ekan. Ismat, bu telefonni men ham yaxshiligini bilaman, reklamalarini ko'rganman. Menga kelib maqtanishing shart emas, zo'r telefon. Lekin yo'q bo'lib berdi. Hamsa, shu desangiz, Instagramda profil ochganman. Ismat Chur Wines degan. Shu wine olishimiz kerak siz bilan video. Nima deysiz? Menga nima foyda? Foyda shu odamlar like bosadi, keyin reklamalar tushadi, pul beradilar bizlarga. Zo'r bo'ladi. Nima qilishim kerak? Ana bu men video olib o'tiraman. Siz tomdan sakraysiz, odamlar like bosadi keyin. O'tgan safar kuchuk bo'lgandim. Endi tomdan tashlab bir kam oyoq qo'lim sinib, ana oyog'i loyiq bo'lmaganim qoladi, ha? Ketdim men vobshe kelmaman yonima. Menga qarang, hamsaya. 4000 so'm pul beraman. Ana hurmatli podpischilar, hozir ana bu hamsayam Ibrohim tomdan o'zini tashidi. Like ayami bosinglar, haymi? Davay. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiraman. O'yladim yo tirik qoladimi? Davay, ha. Ana. Ha. Hamsaya nechimadaga o'qigandik? Men 4000 so'm hamsaya. Malades. Hozir bitta istoriya olaman, haymi? Mana hurmatli podpischilar, mana hamsayani oyog'i sindi. 10 000 like yig'sa shu video. Keyingi safar hamsayam 4-etajdan sakraydi. Davay.